kelinyaptiki, bir narsa bo'lyaptiki, biz bundan buyoq ko'proq elektr energiya hisobidan isitish, elektr energiya hisobidan ta'minlash va elektr energiya bilan barqaror ta'minlash bo'yicha alohida ishlarni olib borishimiz kerak. Mana hattoki o'sha Norvegiya gaz bo'yicha eng boy davlat, eng ko'p haligi qiladi, lekin umuman gazda isitmaydi, to'liq elektr energiya va ularda issiq, sovuq kunlar bizga nisbatan juda ko'proq. Va shuning uchun hozir alohida takliflar tayyorlandi, to'liq elektrlashtirish, uncha albatta tarmoqlarni rivojlantirish, yana boyagi mavzuga qaytiliga bog'liq. Va bunda imtiyozli tarif joriy qilish bo'yicha mana hozir ko'rishingiz mumkin, biz hisob-kitob qildik, 2000 kilovat soatgacha to'liq elektr energiyada qishki mavsumda isitish va nima desa bo'ladi, yetarli bo'lar ekan. Shu bo'yicha hozir biz Moliya iqtisodiyot vazirligi bilan ishlayapmiz. O'sha 50% bilasiz, ko'p qavatli oilaga joriy qilingan tizimni bu yerda ham joriy qilish ko'zda tutyapmiz.